Assalomu alaykum. Bu Xalq so'zi va Narodniy Slova gazetalarining jahon kundalik dasturi. Turkiyada F-16 harbiy samolyoti halokatga uchrashi oqibatida uchuvchi halok bo'ldi. Bu haqda mamlakat mudofaa vazirligi ma'lum qildi. Turkiya Ichki ishlar vazirligining yozma bayonotiga ko'ra, Balıkesir hududida sodir bo'lgan aviahalokatda 9-asosiy reaktiv aviatsiya bazasidan parvoz qilgan F-16 samolyoti bilan 25 fevral kuni tungi soat 00:56 da radio aloqa uzilgani qayd etilgan. Zudlik bilan boshlangan qidiruv-qutqaruv ishlari natijasida uchoq halokatga uchragani aniqlangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, fojiali hodisada uchuvchi halok bo'lgan. Halokat sababi maxsus komissiya tomonidan o'tkaziladigan texnik tekshiruvlardan so'ng aniqlanadi. Vazirlik jarayonning barcha jihatlari nazoratga olinganini va tegishli idoralar bilan hamkorlikda ish olib borilayotganini bildirgan. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, uchuvchi halokatdan oldin samolyotni tark etib, parashyut bilan sakragan, biroq hayotini saqlab qolishning iloji bo'lmagan. Rasmiy idoralar tekshiruv yakunlarini kutishga chaqirmoqda. Serbiyada Xavfsizlik va axborot agentligi hamkorligida o'tkazilgan maxsus operatsiya davomida mamlakat prezidentiga suiqasd qilishga urinishda ayblanib 2 nafar shaxs qo'lga olindi. Mamlakat Ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumotlarga ko'ra, Kraleva shahrida Serbiya prezidenti Aleksandr Vuchić va uning oila a'zolariga suiqasd uyushtirishga urinishda gumon qilingan 2 kishi hibsga olingan. Serbiya politsiyasi gumonlanuvchilar 48 soatgacha hibsda saqlanishi hamda jinoiy shikoyat berilgandan so'ng Kralevadagi Oliy prokuraturaga olib borilishini bildirgan. Moskvadagi Savyalovskiy temir yo'l stansiyasi yaqinida noma'lum shaxs politsiya mashinasini portlatdi. Bu haqda Bild nashri xabar bergan. Portlash poytaxt markazidagi Savyalovskiy temir yo'l stansiyasi yaqinida yarim tunda sodir bo'lgan. Unda noma'lum shaxs politsiya xodimlari bo'lgan patrul mashinasiga yaqinlashib, portlovchi moslamani ishga tushirgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, mazkur portlash oqibatida 2 kishi halok bo'lgan. Surishtiruvlar davomida halok bo'lgan shaxslardan biri politsiyachi, ikkinchisi esa ushbu portlashni uyushtirgan noma'lum shaxs ekani ma'lum bo'lgan. Rossiya Ichki ishlar vazirligi taqdim qilgan ma'lumotlarga ko'ra, portlash oqibatida yana 2 nafar politsiya xodimi turli darajadagi tan jarohatlari olib, shifoxonaga joylashtirilgan. Rossiya Tergov qo'mitasi terroristik hujum bo'yicha tergov ishlari boshlaganini e'lon qildi. Reuters manbalariga ko'ra, Eron Xitoydan kemalarga qarshi tovushdan tez uchuvchi raketalarni sotib olish bo'yicha kelishuvga yaqinlashgan. Tehron uchish masofasi qariyb 290 kilometr bo'lgan Xitoyning CM-302 raketalarni xarid qilish bo'yicha muzokaralarni yakunlamoqda. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, muzokaralar Isroil va Eron o'rtasidagi 2025-yil iyun oyidagi urushdan so'ng tezlashgan. Yakuniy shartlar deyarli kelishilgan. Qayd etilishicha, raketalarni joylashtirish Eronning zarba berish imkoniyatlarini kuchaytirishi va Washington mintaqada allaqachon jamlagan aviatashuvchi kema guruhlari uchun tahdid tug'dirishi mumkin. Shu bilan birgalikda Xitoy hukumati Reutersga bunday muzokaralardan xabardor emasligini ma'lum qilgan. Bizda hozircha shular. Kuzatib borishda davom eting.